Assalomu alaykum. Bugun sizlarni daromadingizni 5x gacha oshiradigan texnikalar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, men qanday qilib daromadimni oshirsam ekan, qanday qilib pul topsam ekan, qanday qilib muammolarimni hal qilsam ekan, pul bilan bog'liq muammolarim o'zi hal bo'larmikin degan muammolar bilan yashashmoqda. Bugungi kunda aslida bunday muammongiz agar bo'ladigan bo'lsa, buni o'ylashingiz kerak emas. Aksincha, unga yechim qidirishingiz kerak deb o'ylayman. Men Yulduzxon Shardiymetova bugungi kunda Instagramda blog rivojlantiradigan va biznes egasi sifatida o'zimning 6 yillik tajribamga tayangan holda sizlarga qanday qilib daromadingizni oshirish, hattoki 5x gacha oshiradigan eng zo'r texnikalarni o'rgatmoqchiman. Shunday ekan, boshladik. Birinchi texnika, siz bugungi kunda imkoniyatlaringiz darajasini oshirishingiz kerak. Deylik, siz agar davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz yoki faqatgina bitta joyda ishlaydigan insonsiz va hozir ko'p pul bilan bog'liq muammolaringiz bo'layotgan bo'lsa, bu hal bo'lmayotganligi tabiiy. Nimaga? Chunki davlat ishi hech qachon o'smaydigan oylik. To'g'ri, unga 100 ming, 200 ming, balki 1 milliongacha qo'shimcha ish haqi qo'shilishi mumkin yoki qachondir sizni lavozimingiz oshib, sizni pulingiz ko'payishi mumkin. Lekin bu ham sizni pul muammolaringizni hal qilishga hech qachon yordam bermaydi. Shuning uchun eng yaxshisi sizni davlat ishingizga xalaqit bermaydigan yo'nalishlar bilan ham qo'shimcha shug'ullanish. Ya'ni siz bemalol har kuni 9 dan 6 gacha yoki boshqa belgilangan ish vaqtingizda ishingizga borib kelishingiz mumkin va bundan tashqari sizga qo'shimcha pul olib keladigan daromadli yo'nalishlar bor. Oddiygina misol, birinchisi bu Uzum biznesi. Ya'ni Uzum marketplace'ida tovar joylab qo'yib, siz o'zingizning davlat ishingiz bilan shug'ullanib turib qo'shimcha daromad qilsangiz bo'ladi. Yandex marketplace hozirda rivojlanmoqda. Ozon, Wildberries hammasi, ya'ni marketplace'larning hammasi sizga qo'shimcha daromad olib kelishga yordam beradi. Bu haqida men o'zimni yana alohida 7 ta daromadli kasb haqida video chiqarganman. Albatta uni ham ko'rib chiqing, balki bundan boshqa yo'nalish ham sizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ya'ni biz tushunishimiz kerak, biz faqat bitta yo'nalishga qarab qo'ygan bo'lsak, bizni hech qachon daromad bilan bog'liq muammolarimiz, ya'ni pul bilan bog'liq muammolarimiz yechilmaydi. Unga o'shaning uchun boshqa kanallarni ham kiritishimiz lozim. Ikkinchisi, menda ham bu muammo bor, lekin baribir sizga ham maslahat qilaman. O'zingizni hisob kitobingizni ko'proq qilishingiz. Ya'ni ko'pchilik bu haqida maslahat beradi, lekin keraksiz xarajatlarni kamaytirishga harakat qilish kerak. Men o'zim hozir bu narsadan butunlay deyarli voz kechganman, ya'ni keraksiz xarajatlar menda kam. Men biznesga kirib kelgandan bitta narsani tushunganman. Biz ko'pincha marketing qurbonlari bo'lamiz. Ya'ni marketing qurbonlari qanday? Bizga kosmetikalar zo'r, kosmetikalar sizni zo'r qiladi, chiroyli qiladi deb, misol uchun ko'p kosmetikalarni reklama qilishadi. To'g'ri, kosmetikalar haqiqatan yuzga chiroy berish uchun kerak, misol uchun ухоженный bo'lish uchun kerak, lekin keragidan ortiqcha olish emas. Keragini faqat ishlatish kerak deb hisoblayman. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l har xil kosmetikaga ketgan pulni siz yuzingizga tipi, yuzingizga qanday ko'rinishdagi kosmetika tushishini to'g'ri tanlab turib, unga to'g'ri keladigan uходni olishingiz sizga ancha-muncha pulni tejashingizga yordam beradi. Misol uchun men o'zim ham aynan shu narsaga kelganman. Hozir shuning uchun bunday marketing qurboni emasman. Ya'ni keraksiz narsalarni ortiqcha olmayman. Iloji bo'lsa bu narsa ham sizni daromadingizni oshirishga yordam beradi. Uchinchi qadam bu onlayn imkoniyatlaridan foydalanishingizni maslahat beraman. Ha, to'g'ri, bugungi kunda blogerlar ko'paymoqda, biznes egalari ko'paymoqda yoki bo'lmasam aynan onlaynda daromad topayotganlar juda ham ko'paymoqda. Menga bu joyda o'rin bormi, men qila olamanmi, men eplay olamanmi degan savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni ijtimoiy tarmoq tushunishingiz kerak, sizni imkoniyatlaringizni kengaytiradi. Misol uchun men o'zim ham oddiy dekretda o'tirgan ayolman. 6 yildan beri, deyarli hozir 7-8 yilga qarab ketdi dekretdaman. Buni aytsam o'zim hayron qolaman ba'zida, lekin shu narsadan men imkoniyat ko'ra oldim. Ya'ni dekretda o'tirib onlayn sohalariga kirib keldim, bu sohada ishladim, SMMda, mobilografiyada zapusklar qildim, bizneslar qilyapman va doimiy harakat menga ko'p natija olib kelmoqda.
Lekin oddiy insonlarga qarasam, aynan shunday pul bilan bog'liq muammolari bor, davlat ishida yoki hattoki o'zimni yaqin insonlarim, do'stlarimni o'zlarida ham juda ko'pchiligida moliyaviy muammolar borligini, pul bilan bog'liq muammolari borligini ko'raman. Ammo ularni ham qo'lida telefoni bor, ularni ham imkoniyati bor ekanligini men ichimdan his qilaman. To'g'ri, men ularni hayotini o'zgartira olmayman yoki ularni rivojlantirib yubora olmayman, qachonki o'zlari xohlamasa. Shuning uchun sizga ham maslahatim, agar bugungi kunda siz o'z pul muammolaringizni qanday hal qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, eng to'g'ri qaror bu onlayn sohalarni o'rganish. Onlayn blog orqali daromadingizni oshirishga harakat qilish. Misol uchun, men hayotda bilaman, juda ko'p bilimi bor ingliz tili o'qituvchilarni yoki bo'lmasam oddiy o'sha duradgor, hunarli insonlarni, mebel yasashi mumkin yoki boshqa. Endi hamma har xil stilist, vizajist bo'lishi mumkin. Ularni yaxshi mehnatini yana ham ko'rsatib berish bu onlayn orqali qilinsa, ko'p pul topish mumkin va ko'p daromad topish mumkin. Biz bugungi kunda mana shu narsani tushunishimiz kerak. Misol uchun, men o'zim xitoylik metodlarni ham o'rganib boryapman va o'z blogimda, Instagram sahifamda juda ko'p xitoylik insonlarni blog rivojlantirib, o'zlarining sotuvlarini butun dunyoga qilayotganini ko'rmoqdaman. Bu narsani biz ham qo'llashimiz mumkin. Ha, to'g'ri, siz O'zbekistonning o'zida turib ham bemalol chet ellarda hattoki mijoz topishingiz mumkin yoki o'zimizning O'zbekistonning o'zidan ko'proq insonlarga onlayn tovar sotib, o'zingizning xizmatlaringizni sotib, o'zingiz yasagan narsalarni hattoki sotib, yaxshi daromad topsangiz bo'ladi. Buning uchun bittagina telefonni imkoniyatlaridan foydalanish, kontent yaratish va mana shu bazaviy eng kerakli bilimlarni egallashingizni, zamonaviy yo'nalishlarni o'rganishingizni maslahat beraman. Bu kelajak yo'nalishi. Biz allaqachon oldingi metodda yashashni to'xtatganmiz, ya'ni oldingi davrlar o'tib ketdi. Misol uchun, men o'zimni ota-onam yashagan paytlarni eslasam, hozir biz umuman boshqa davrda yashayotganimizni his qilishimiz kerak. Agar bugungi kunni imkoniyatini ko'rib, uni vaqtida tushunib va uni qo'llagan inson ertangi kuni ancha-muncha boshqalardan oldinda bo'lishini tushunishimiz kerak. Deylik, oddiy ota-onamiz telefonni hattoki to'g'ri foydalanishni bilmaydi. Biz unga qaraymiz. Hozirgi zamonaviy yo'nalishni tushunmagani uchun ba'zida kimlardir qo'ydi ota-onasini. Lekin ertaga siz o'z farzandlaringizni oldida qanday bo'lib qolishingizni o'ylaysizmi? Men misol uchun o'zimni hozirgi davrga iloji boricha moslashib ketgan inson sifatida ko'raman. Chunki men telefonni, zamonaviy yaxshi chiqqan kasblarni, hattoki sun'iy intellektlarni ham tushunib boryapman va o'rganib borishga harakat qilaman. Biz hali shunchalik darajada texnika va mana shu hozirgi, ayniqsa endi mavzudan chekkaroq bo'lsa ham aytaman, sun'iy intellekt ham shunchalik darajada rivojlanib ketdiki, biz inson omili imkoniyatlari kamayib borayotganini his qilishimiz kerak. Shuning uchun daromadingiz hech qachon o'smaydi, agar siz yangi yo'nalishlarni, yangi kasblarni o'rganmasangiz. Agar bularni bepul o'rganaman yoki pulli o'rganaman desangiz ham, menda bu bo'yicha sizga yechim bor. O'z onlayn va offlayn kurslarim ham bor. Zamonaviy yo'nalishlarni, biznesni rivojlantirishni, Instagram, ijtimoiy tarmoqlar qanday rivojlantiriladi, qanday auditoriya yig'iladi va sotuv qilinadi, hammasini o'rgatib boraman. Bloglarimga podpiska bo'lib keting, siz uchun manfaatli bo'lishiga ishonaman. Bu videoni esa biznes qilishni, o'z daromadlarini ko'paytirishni va albatta daromadini 5x gacha oshirishni xohlab yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. O'ylaymanki, bugungi bergan 3 ta eng asosiy maslahatim sizni hayotingizni ham o'zgartirishga o'z hissasini qo'shadi.